Keling sizga 1 daqiqada nega fevral 4 yilda bir 29 kun bo'lishini tushuntirib o'taman. Biz foydalanadigan Gregorian taqvimi 1 yilda 365 kun deb o'rganganmiz. Aslida unday emas. Xullas, Yer Quyoshning atrofida to'liq aylanishi uchun 365 kun u 6 soat kerak bo'ladi. Biz shu 6 soatni hisobga olmaganimizda, birinchi yil boshlanish nuqtasiga 6 soat yetmay qoladi. Ikkinchi yil esa 12 soat, uchinchi yil esa 18 soat, to'rtinchi yil esa to'liq 24 soat, ya'ni 1 kun yetmay qoladi. Shunda biz 4-yili 29 fevralni qo'shishga majbur bo'lamiz. Histadan hissa shuki, 29 fevral insoniyatning taqvimni to'g'rilab qo'yishining oddiygina bir usuli. Shu va shunga o'xshash faktlarni Azimut kanalidan topa olasiz. Qaysi mavzu qiziq bo'lsa, kommentariyada yozib qoling. Omon bo'ling.